Azarın to'yi qanday bo'lmoqda? Bitta qarsaklarida yaxshi degan inson. Qataraqa davom etadi. Yurak tilak orzularini aytsinlar. Undan keyin bugun Istanbul tog' otuvchi. Chunki Ruslanbek hamda kelinimiz halol topganlarni sizlarga bizlarga taqdim etib turar ekanlar. Ushbu oqshom yaxshi niyatlari, samimiy tilaklar bilan kechamiz davom ettirar ekanmiz. Ammalari nomidan Iqbol opamiz to'y davrasining ishtirokchilari bo'lib turibdilar. Iqbol opa, davradoshlar orasida bo'lsangiz, to'y davrasi sizga muntazir. Dilozxonlarga, yaxshi niyatlarga, samimiy tilaklarga davramizga kelmoqchi iltimos qilamiz. Ammalar nomidan Iqbol opa to'y davrasi sizga muntazir bo'lib turibdi. Marhamat. Kelinimizning ammalari, kelinimiz tomonidan kelgan mehmonlar ushbu oqshomimizga xayrli fayz qolaversa yaxshi niyat qo'shamiz deb turibdilar. Qora akalardan ham bugun 100 lira priz qo'yilgan. Uni ham egalariga qo'shiramiz, xudo xohlasa. Assalomu alaykum. Keling. Kelinimizning ammalari, ammam keldi, hammam keldi dedi. Ammam keldi, gullolam keldi dedi. Azaldan xalqimiz xush kelibsiz okajonim, to'ydan boray bo'lsin. Suvolangizga kuyov boray bo'lsin. Yaxshi kunlarni ko'ringlar. Marhamat. Siz berganingiz uchun rahmat. Sevgisiz yashashning ma'nosi yo'qdir. Sevgisiz maqsadga yetib bo'lmaydi. Sevgi bilan etilgan uston abadiy yashaydi, aslo so'nmaydi. Mana bugun oshqam Asrat Kullar oilasida va Evezlar oilasida katta to'y. Bu to'yning sababchilari singlim Nasarxon kuyovimiz Ruslanlarning nikoh kechalari. Men bundan gayet xursandman. Ben bu iki yoshga sihat salomatlik ishlarida ulkan zafarlar tilayman. Akam bilan chechag'ini tabriklayman. Jumal opani ham tabriklayman. Unday yaxshi kunda mahrakamdan eslamadan o'tolmayman. Akamni mekan jannat olsin, nur ichida yotsin. Chiroyli guldiroz qarsak chalib qo'yamiz azizlar. Albatta quvonch yoshlari ushbu oqshom. Marhamat. Topting Iqbol opa, Iqbol yenga. Sog'a safoylar muborak bo'lsin deymiz ammalari nomidan. Muborak bo'lsin. Rahmat. Amralar onamizga unutmalar yo'qdi-da. Hurmatli do'stlar, shu yerda kelinimizning ayolari hamda kuyov bolamizning ayolari SMS tabriklarni yuboribdilar. Mana shu tabriklarni eshitamiz endi. SMS orqali yaxshi niyatlarni yuborgan ekanlar. Ona aziz, ona muqaddas dedi. Hozir aka sizga WhatsAppdan tashlab olamiz dedilar, tashlamadilar. Demakki, u ukamiz davramizda yuribdilar. Onajonlarning soобщениялari, ya'ni SMSlari o'sha ukamizning telefoniga kelgan. Kuyov bola hamda kelinimiz, onajonlaringizning dilozxonlari, samimiy tilaklari ushbu oqshom sizlarga yayrar ekan. Marhamat, to'y davrasiga chorlab qolamiz. Kelinimizning aziz insonlarini hamda kuyov bolamizning ukalari, kuyov bolamizning ukalarini to'y davrasiga chorlab qolmoqchimiz. Iqbol yengamiz, boyakka soобщенияni keltirsangiz. Marhamat, kuyov bolamizning ukalarini ham davramizga chorlab qolmoqchimiz. Azizlar, vaqtimiz juda ham qisqa. Vaqtimiz saqlamazdan davramizga kelmoqlaringizni iltimos qilamiz. Kuyov bolamiz omading bersin ukajonim. Har kimga emas mana bunaqa to'y qilib, rahmat amradava. Har kimga emas mana bunaqa to'y qilib, elimizga, xalqimizga dasturxon yozish omadinglarni bersin. Endi ayajonlaringizni, soобщенияларni o'qavermoqchimiz. Azamana shu kuyov bolamizni halol topganiga bitta qarsak chalaylik, dasturxon yozdi hammamizga. Omading ketmasin uka, hech qachon. Omad sening yoningda bo'lsin. Sevgan yoring yoningda bo'lsin. Azaldan xalqimizda ota-bobolarimizning bir rost gapi bor. Avvalambor onang otang, undan keyin sevgan yoring faqat chin do'st uchalar ekan.
Boshqa chin do'sting doimo yoningda, qo'lingdan tutar ekan. Bular doimo qalbingdan tutib quchoqlar ekan. Otam yo'q deb o'ksima uka. Otang har doim sening bilan yashaydi. Omad va baxtni so'ragin desa, onang toju baxting ko'ngling istaydi. Ona otalarimiz uchun qancha joyga insonning qo'lidan kelmasin. Katta rahmat. Keling kuyov bolamiz ukalari, bu yigitimiz kuyov bo'lganmi yo'qmi? Xudo xolasa kuyov bo'lganmisiz? O'g'il qizlarni to'yda xizmat qilaylik. Boyatdan beri kelib yugurib, "Aka yaxshimisiz, sizmi tamada? Biz tamada. Aka to'yda yomon chiroyli o'tganman." Xudo xolasa, to'y chiroyli bo'lyaptimi yo'qmi azizlarim? Qarshi chal qo'yingda chiroyli degan inson. Katta rahmat ukalarga rahmat. Ayajoningizdan kelgan kelinimiz, ayajoningizdan kelgan SMSni o'qib eshitiraman, davramizga diqqat qilsanglar. Mehribon bağlam qizim Miyesircan. Baxt to'yin, turmush to'yin, ag'zi bir mashg'alamizda. Dadajoning mehribon jigarlarim Merjan ve Umidjoning adından qutlayan. Durmuşun gülü beslensin. Yöne gül yanlış soğumasın. Baxtlı bol çağım. Yürüyecek yolun ak olsun. Suyuculukta yaşamak yıllar boyu nesip etsin. Qıydım, saylap suyun, yarım Ruslan. Öyümüzün melek yağlı taşı, öyümüzün tumarı, sen mamlayın yazıldı. Sana etçim sargıdım kızım, ayak sakla incitme. Durmuş gelmesini bilelikte turup baklı bolup yaşamak nesip etsin. Oy kızım, alnınızda bolacak ah gün size yıllar boyu mehrin çoysun. Yürek beslen ardular bile mehriban Kabe. Karşı çalamıza. Azlar ona yaxshi niyatlarni aytdi. Qani hozir mana shu yerdagi davramizda o'tirgan insonlarni onajonlari yonida bo'lsa, bir quchoqlab olsak, bir o'pib olsak, onajonim deb bag'rimizga bossak. Onalarga qarshi chal qo'yaylik, endi boshqa gapirishga gapim qolmadi. Mana bu onaxonimizning yaxshi niyatlaridan keyin rahmat. Endi kuyov bolamizning ayalarini, dil izhorlari WhatsApp orqali yubordi bizga. Kuyov bolamizning ayalaridan Ruslanbek bolam, hech qachon ko'ngling incitma. Ko'ngling ovutma. Ukajonim ayangizdan kelgan SMS. Bolam har doim ukalaring, yaqinlaring yoningda turibdi. Sevgan yoring qizim mas, kelinim mas, qizim Muyassar bilan qo'shganingiz bilan qo'sha qarring. Ilohim farzandlaringizda to'yda ishtirok etish nasib aylasin. Yaxshi niyatlar bilan mehribon onajoning qarshi chalamiz. Katta rahmat onalarga. Azar endi onalar yaxshi niyatlarni aytdi. Onalar haqida mana bir ikki kalom shirin so'z aytay dedim. Menda gap qolmadi. Onajonlarimizning hamisha har doim baxtlari ravon bo'lsin. Yaxshi niyatlari, samimiy tilaklar bilan Ruslanbekning tog'alarini davramizga chorlab qolmoqchimiz. Ruslanbekning tog'alari ammalari nomidan, ya'ni aziz insonlari, xolalari nomidan taklif etishmi xolarimiz ajoyib sozlar ostida Amrona. Ajoyib sozlar bilan amjan. Shoiraxon opamiz Amirova. Davramizga keling, iltimos. Shoiraxon opamiz Amirova. Shoiraxon Amirova. Bormi davramizga? Kelsalar davramizga. Keling opajonim. Yaxshi niyatlar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Xush kelibsiz opajonim. Kelin muborak bo'lsin siz bolangizga, sizning ham farzandlaringizga mana shunaqa eski kunlarni Allohim nasib aylasin. Marhamat. Ruslanjon, Muyassarxon, baxtli bo'ling. Shu kungi kutgan baxt to'yimizga biz ham sizning mutluluğunuza qatnashamiz. Oltin halama huzur beradigan kelin, Oğullar nasipse oğulların kızların köp bulsun. En tamam günlerim şunday bulsun. Hala içinizi kıstırmayın. Bana arkamızda oğullarımızdan katlaşıp biz. Ruslanjon bağlı bo'lgan kadar aralatlaşmamız üzülmesin. Amirovlar tağanlardan yaşlarının hakkından kichkina bizim sağlamızda tağanlar. Bağlı olun. Amirovlar sulolasiga qarshi chiqgan insonning qo'lidan ko'zlasin. Adolatli savoqlar bilan bor edi. Shohrat uka.
payg'ambar pirlari bo'lsin. Marhamat, Shuhrat hamda Zinonaxonlar, assalomu alaykum. Mana shu ukamizga, shu singlimizga katta rahmat, shaxsan san'atkorlar nomidan, kelindir kuyov nomidan. Sahardan beri xizmatda yuribdilar, to'xtamasdan xormaylar ilohim. Farzand to'ylar nasib aylasin, yaxshi kunlar nasib aylasin. Topganinglar to'y tantanaga buyursin. Keling aka, barakatli qo'llaringizdan tutib qo'yaylik, marhamat. Assalomu alaykum. Uzoqdan va yaqindan kelgan og'ayni va qarindoshlar. Bugun oshna urusdan kelinimiz Menslarning to'ylarida o'tirganmiz. Oshna Istanbulda va G'arbda, Turkmanistonda vaqt mashqlar qilganimizda hamma sizga havas qilib o'ynab yashaysiz. Va oshna maddan uchun sovg'a va qarshida ruxsatsan. Canan, dostum, canınız sağ olsun. Göreceğiniz bine doğruluk olsun, yiyeceğinizden bine sürücülük olsun. Desip olsun, bir vagonda çağınız olsun. Dostluğumuz hiç fazla ayrılmasın. Kutlayan. Cafaning, sağ olun. Tamam yollasın. Başımıza ama bölüdünüz ya olsun. Korkturakma. Dürüst kadar için samimi dileklerim. Azar endi prizlarni e'lon qilamiz. Undan keyin kechamiz davom ettiramiz. Hali to'y qutargani yo'q. Va akasidan shu yerda 100 lira priz qo'yilgan. Hamda endi spesifik bersalar, men o'qib olsam kimdan qo'yilgan bu bino. Bino qo'ydinglar, ha? Kuyovni chechalari hamda jiyanlari, Bekzod, Shahzod jiyanlari bitta 2 shisha vino qo'yilgan. Qarochi akalar zo'r o'ynasanglar bugun 2 shisha vino bilan ketasizlar uyga. Bitta qarsaychaliklar, hamda 100 lira pul bilan ketadi. Opalarimiz yaxshi o'ynasalar. Davom ettiramizmi kechamizni? Qarsaychaliklar yaxshi. Kechamiz davom etadi. Hammalarni to'y davrasiga chorlab qolamiz. Shazamon. Bulbullar xonadamiz, o sohasining yorqin yulduzi. Shazamon ukamizning ajoyib taronalari azlarim sizlar uchun yayraydi. Asal qandni maqtashadi bog'i bilan. Go'zal qizlar kelinglar. Kelinimizning Nodira yengalari hozir keling. Siz keldingizmi davramizga? Nodira yengalari assalomu alaykum. Ishlaysiz yanga. Ilohim pocham bilan qo'shib qo'ying. Farzandlar huzur halovatini ko'ringlar. Marhamat. Qarshi chalamizlar. Kuyov bola Ruslanbek davramizga diqqat qarab turinglar, sog'lom foydalanib olun. Azlarim prizlarni e'lon qildik. Priz oladigan inson davramizni tark etmasdan yaxshilab o'ynasanglar, Shahzamon ukamiz hamda O'g'lobod singlimizning ajoyib taronlari sizlar uchun yaylaydi. Asal qandni maqtashadi bog'i bilan, go'zal qizlar chiroylidir holi bilan. Yigit bilan qiz sevishsa uyataymi Sherol aka. Qaysi kampir sevishmagan chog'i bilan. Sevishganlar maqsadiga yetaversin. Xonadona shirin kuylayversin. Qani ketding, to'ylar muborak bo'lsin. Shahzamon akamizdan ajoyib taronlar. Shahzamon akamizdan diluz qo'llari ishboqsho. Albatta bu ukamiz ko'p to'ylarda gapirmaydi. Bugun ilhom kelgan ukamizga bir yaxshi gap aytaylik qo'ydi.
Sizlar için devam ettiremiz. Barcha mehmonlarimiz uchun to'ylar muborak bo'lsin. Bizning o'zimizning yangi qo'shiqlar bilan Ruslanbek, sen için primera Shahzamonda yangi qo'shiqlar. Primera qo'shiqlar. rahmat. Yana devam ettiremiz. Çarşamdan gelen Asalet Yavaş'ın Türkmenler için devam ettiremiz. Barcha mehmonlarimiz için Yoksa bu tarafta